Barchamizga tanish bo'lgan taniqli aktyor Matyoqub Matchonov haqida yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan muloqot qilishga vaqt bo'lmadi. Ish ko'p, ammo bugun sizlar bilan muloqot qilishga turtki bo'lgan narsa, afsuski meni internet olamida Matyoqub Matchonov o'lib qoldi, vafot etdi deb chiqarishibdi. Hozir ishxonaga kelsam, shogirdlarimiz ustoz, o'zingiz bir chiqib ayting, xalq bilsin deyishdi. Undaylarga insof bersin deyman. Xudoga shukr sog'man, salomatman. Hozir yangi ish ustida ishlayapmiz. Xavotir olmanglar. Hurmat bilan sizlarni sevib qoluvchi aktyoringiz Matyoqub Matchonov deydi aktyorning o'zi bu haqda. Aktyor Matyoqub Matchonov tanishini haqorat qilgani uchun sal avval javobgarlikka ham tortilgandi. Taniqli aktyor O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov kinematografiya agentligi binosida fuqaroni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan. Hujjatlarga ko'ra Matyoqub Matchonov 2025-yil 15-yanvar kuni kinematografiya agentligi binosida bo'la turib, tanishi Yo'ldoshevni o'tkazilayotgan tadbirga xalaqit berishi vaja bilan binoga kiritmasligi yuzasidan kelishmovchilik kelib chiqqan. Natijada aktyor Yo'ldoshevni turli so'zlar bilan haqorat qilib, uning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan. Huquqbuzar Matyoqub Matchonov sud majlisida Yo'ldoshevni ancha yillardan buyon tanishi va uning arizasiga asosan kinematografiya agentligida tekshirish ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan. Yo'ldoshev o'z arizasida Matchonovni badiiy kengash a'zosi sifatida davlat buyurtmasi asosida tasvirga olingan kinolarda rol ijro etgani va bu manfaatlar to'qnashuvi ekanini ko'rsatib o'tgan. Matyoqub Matchonovning so'zlariga ko'ra 15-yanvar kuni Yo'ldoshev kinematografiya agentligiga kelganda qorovullar uni ichkariga kiritmagan va o'rtada tortishuv yuz bergan. Bu vaziyatni ko'rgan Matyoqub Matchonov u bilan arizasida ko'rsatilgan holatlar bo'yicha gaplashib olmoqchi bo'lgan. Yo'ldoshevni ancha yillardan beri tanigan sababli unga gapirgan. O'sha kuni agentlik pavilyonida taniqli bir operatorning ijodiga bag'ishlangan tayyorgarlik ko'rilayotganini aytib ichkariga kirib ketgan. O'sha kuni tushdan so'ng Yo'ldoshev yana agentlikka kelib qorovullar bilan tortishgan. Matyoqub Matchonov tadbirga xalal bermasligi uchun unga bu yerdan chiqib ketishini aytib, jahl ustida Yo'ldoshevni haqorat qilgan. Sudda Matyoqub Matchonov mazkur holat bo'yicha undan kechirim so'rashi, vaziyat bunchalik bo'lib ketishini bilmaganini aytgan. U Yo'ldoshevni ukasidek ko'rib, unga hazil qilgan paytlari bo'lgani, uning ariza yozishi xayoliga ham kelmagani, shu sababli jahli chiqqanini aytib, suddan yengillik berishini so'rab ko'rsatma bergan. Sud majlisida so'ralgan jabrlanuvchi Yo'ldoshev kinematografiya agentligining moliyaviy faoliyatidagi kamchiliklarni o'rganish maqsadida Bosh prokuraturaga ariza bilan murojaat qilganini o'rganish shaffof bo'lishi uchun u ham agentlikka kelgani, lekin agentlik rahbari uni binoga kiritmaslikka harakat qilganini aytgan. Uning qo'shimcha qilishicha, 15-yanvar kuni qorovullar uni ichkariga kiritmagan. Shu payt Matyoqub Matchonov ko'rib qolib, arizasi yuzasidan so'ragan va uni haqorat qilgan. Yo'ldoshev ushbu suhbatni telefon apparatida diktofonga yozib olgan va Ichki ishlar boshqarmasiga xabar bergan. 22-yanvar kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi qarori bilan Matyoqub Matchonov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasida haqorat qilish nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilgan. Unga BXMning 3 baravari 1,125,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Eslatib o'tamiz, 2023-yil mart oyida Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida Konstitutsiya o'zimizniki targ'ibot tadbirida so'zga chiqqan Matyoqub Matchonov qamoqda o'tkazgan kunlarini yodga olib, u yerdagi kunlarini dushmaniga ham ravo ko'rmasligini aytgan edi. 2006-yilda Matyoqub rahbarlik qilgan tijorat tashkilotiga soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash, savdo qoidalarini buzish kabi ayblovlar qo'yilgan va u qamalgan edi. Aktyor o'sha yilning oktyabr oyida amnistiya bilan ozodlikka chiqarilgan. Ushbu haqida ma'lumot sizga qiziq bo'lsa, keyingi videoni albatta tomosha qiling. Keyingi video shu haqida. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.